Voy ukam, Labay aka, mashina tayyormi? tayyor bo'ladi. Yarim soatda. Bo'pti, xo'p. Xo'p, To'xta. Labay tog'a, Savdo nima bo'lyapti? uncha bo'lmayapti-de. Nega? Menimcha, orqada ochilgan restoran ta'sir qildi. Men qara. Shu ketishing bo'lsa, ishsiz qolasan, bilasanmi? Nima qilay tog'a? Odamlarni majburlab o'tkazmayman-ku. Sen o'zi mijozlarni kutib olishni bilmaysan. O'zingga qara. Shu yurishingga mijoz keladimi? Nima qilib yurishimga? Men uchun keladimi? Bo'pti. Bor, keyin gaplashamiz. Menga qara. Ha aka. O, anu qiz kim? Ha, umi. Xo'jayinning qizi Zaynab. Shu yerda ishlaydimi? Shu yerda ishlaydi. Dadamning shogirdlari. Juda ham zo'r usta. Katta bo'lgandan keyin tog'asi bu yerda erkaklar yuribdi deb kafe ochib berdi. Tushunarli. Ota-onasi o'lib ketgan. Yetim qolgan. Yerga tegmaganmi? Yo'q. Tog'asining uyida yashaydi. Yaxshi. Ishingga boraver. Xo'p aka.